Dahshat. Qurilish maydonidagi yigitlar va Stella xola yaxshi deb umid qilaman. Uyushmadagi yigitlar qutulib qolishganga o'xshyapti. Taxta belgiga bunaqa yaqindan qaramaganimga ancha bo'lib ketibdi. Sayohatchi. Hali ham birorta mahoratni egallamabsan-da? Har bir yo'nalish bo'yicha 3 oylik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazibsan ham. Birortasini ham o'zlashtira olmadingmi? Nor, ming bor uzr. Lekin seni bu holingda sayohatchi qilib ro'yxatdan o'tkaza olmayman. Bolaligimdagi o'qituvchilarim bilan yana ko'rishaman deb hech ham o'ylamagandim. Menimcha oxirgi marta 15 yillar oldin ko'rgan bo'lsam kerak. besh yil oldin qirollik poytaxti Clays. Men qilish bilan jang qilishni o'rganmoqchiman. Jang qilmoqchimisan? Sana sarguzashtchilar uyushmasidan ruxsatnomang bormi? Ani uyushma boshqaruvchisidan olganim bor. Mashqlar oson bo'lmaydi. Yana bir o'ylab ko'r, hamma ham chiday olmaydi. Men tayyorman. Bugunga yetadi. Ertaga bundan ham qiyinroq bo'ladi. Uch kundan beri omadi kelyapti yigitchani. Bugun adashmasam 10-kun. Bolakaydagi qat'iyat ochig'i meni hayron qoldiryapti. Keyingisi. Keyingisi. Hatto suyaging singanida ham qilichingni hech qachon tashlama. Dushman senga qarab o'tirmaydi. Shuncha qiyinchiliklar va og'ir mashqlardan keyin ham undagi tirishqoqlikka hayron qolmasdan bo'lmaydi. Bolakayni tarbiyalasa kelajagi bor. Ustoz, yana qachon yangi texnika o'rgatasiz? Buni men hal qilmayman. Hech bo'lmasa nimalarni o'rganishim mumkinligini ko'rsata olasizmi? Ko'rdingmi? Qoyil maqom. Hatto ko'zim ilg'amay qoldi. Hamma gap shunda. Bu tezkor oyoq texnikasi bo'lib, harakatlarim malg'ash, hatto men uchun ham qiyinlik qiladi. Bu tajribasiz bolakay nimani ham tushunsin. Ritmni bir xil ushlab turishim kerak ekanda. Mana bunday. Xuddi soatdek aniqlikda. O'ngdan, chapdan, to'g'ridan. O'ngdan, chapdan,
To'g'ridan. O'ngdan. Chapdan. Qobiliyatli bola ekan. Agar to'g'ri tarbiyalansa, menga ham yetib olishga ishonaman. O'tib ketsa ham kerak. 2 oy o'tib. Nimadir g'alati. Qaytarish. Qiz, nega u faqat qaytarishdan boshqasini o'rgana olmayapti? Shuni o'zi yetarlimi unga? Faqatgina bitta texnika orqali hammasini eplashi mumkinmi? Oradan 3 oy o'tdi. Yetar, Nur. Afsuski, Shoshmang. Yana ozgina. foydasi yo'q. Vaqtingni behuda ketkazishdan boshqa narsa emas. Chap berishni o'zi mohir qilichboz bo'lish uchun yetarli emas. Ming afsus. Aftidan qilichbozlik uning qobiliyatlariga to'g'ri kelmaydiganga o'xshaydi. Balki boshqa yo'ldan borsang foydaliroq bo'lar. Boshqa o'qituvchi bilan ishlashing kerak. Qilich senga to'g'ri kelmaydi. Bolakay boshqa sohada aniq yo'lini topib ketadi. Voy bola. Men bilan mashq qilgani keldingmi? Avvalgi o'qituvchim menga o'zingni boshqa sohalarda sinab ko'rdida. Sik shunaqa dedimi? Uni bir bola bilan shug'ullanayotganini eshitgan edim, lekin puflasa uchib ketadigan darajada kichkina bola deb o'ylamabman. Baribir bir kun kelib sarguzashtchi bo'laman. Jangchining asosiy burchi safdoshlariga qalqon bo'lishdir. Shu narsani bilasanmi? Ha! Bo'pti, ko'ramiz. Eplib keta olasanmi? Oradan 2 oy o'tdi. Bolakayda ishtiyoq borligini sezgandim, lekin shu yergacha yetib kelishi meni ajablantirdi. Jennerson, u boshqa yigitlarga umuman o'xshamaydi. Agar biror texnikani o'zlashtirsa bormi? Bolakaydan yengilmas qalqon qila olaman. Oradan 3 oy o'tdi. Kechir, Nur. Hali yana davom ettira olaman. Mehnatlaring tahsinga loyiq. Lekin kelganingdan beri jismoniy qobiliyatlaring deyarli yaxshilangani yo'q. Agar bu yerda mashq qilishda davom etsang, shunchaki vaqtingni yo'qotganing qoladi. Nimani his qilayotganingni tushunyapman, lekin boshqa iloj yo'q. U hech qanday qiyinchilikdan qo'rqmaydi. Bolakayni bundan ko'prog'iga loyiq deb o'ylayman. Shu yoqda aniq siz bilan mashq qilsam bo'ladimi? Bunga ishonching komilmi? Albatta. Mayli, o'zing bilasan. Buni ol-da. Ana u yo'lga otib ko'rchi. Yetarlicha uzoqda. Qilib ko'rchi. Tekkiz olmaganidan keyin sana olmayman deb ortga qaytarib boraman. Turishidan sezilib turibdi, bosh og'rig'i bo'ladi. Ana bo'ladimi? Yana tekkizchi. Yaxshi. Yomon emas. Bo'pladim deydimi, tirranchi. Ustoz, nimaga faqat tosh otyapman? Boshqa narsalarni ham o'rgating. Chunki biror bir muammoni boshlashingni ko'nglim sezyapti. Kamondan o'q uzmoqchiman. Yo'yni bor kuching bilan tortib, tana holatingni to'g'ri ushlashga harakat qil. Bor kuchim bilan tortdingmi? Sindirib qo'ydim. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Hoy yigitcha, nimalar qilyapsan o'zi? Kamonlarimiz tugadi, shuning uchun menikidan foydalan. Meni kamonimni sindira olmasligi aniq. Undan ko'ra toshingni otib yuraver, tushundingmi? Tushundim. Oradan 2 oy o'tdi. Bunaqa qilishni kimdan o'rgangansan? Hech kim o'rgatmagan. Shunchaki har doim qushlarni ovlab yuraman. Masalan, tog'da yashaydigan rang-barang qushlarni. Ustimda kulmoqchi bo'vasanmi? Bu momaqoldiroq qushi. Hatto tajribali ovchilar ham kamon bilan urib tushirishlari amri mahol. Lekin men buni ko'zimni yumib ham hal qila olaman. Uni bu yoqda ushlab turishdan biror ma'ni yo'q. Oradan 3 oy o'tdi. Mashqlar tugadi. Ketishing mumkin. Ha, lekin hali hech narsa o'rganmadim-ku. Senda nozik qurollar bilan ishlash uchun umuman mahorat yo'q. Faqat tosh otishni bilarkansan, xolos. Nima qilsam ekan-a? Senda allaqachon kamonsiz ham hal qila oladigan qobiliyating bor ekan. Demi isming Nur. Sen haqingda eshitgandim. Mayli, ruxsat beraman. Yo'q, rostdanmi? Ortimdan yur. Hoziroq boshlaymiz.
Dushmaningni oldindan his qil va tovush chiqarmasdan ularga yaqinlashishing kerak. Yomonmas. Yaxshi. Bundan ham yaxshiroq harakat qilishing kerak. Yo'lakda ko'plab tuzoqlar o'rnatilgan. Birorta ham tuzoqqa tushmasdan oxiridagi xazinalar sandig'iga yetib borishingizlar kerak. Shu yoqdan o'tishimiz kerakmi? Bo'pti. Qaytarish. Mana senga. Aql bovar qilmaydi. Lekin u mashg'ulot maqsadini tushunmabdi shekilli. Oradan 3 Xazina sandig'igacha bo'lgan tuzoqlarning barchasiga tushding. Sezgirli qobiliyating umuman yo'q ekan. Sendan ayg'oqchi chiqishiga ishonmayman. Lekin bu boladagi aql bovar qilmas, chidamlilik va qat'iyat borligini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Bu xislatlar e'tirofga loyiq. Agar sarguzashtchi bo'lish niyatidan voz kechsa, qirollik poytaxti razvedka tashkilotlariga kirish uchun taklif jo'nataman. Nomzodlikka juda yoshlik qilmaysanmi? Adashmasam, kamida 15 yosh bo'lish kerak edi. Menda uyushma rahbaridan ruxsat